Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ozodlik internet nashriga bergan intervyusida bir oy oldin uni politsiyachilar ichki ishlar bo'limiga olib borishgani, mazkur hamyurtimiz o'z huquqini qattiq turib himoya qilganligi, politsiyachilarga bu uni chaqirishganligi haqida elchixonamizga xabar berganligini aytganligi uchun ichki ishlar bo'limi xodimlari vatandoshimizni qo'yib yuborishgan. Joriy yilning 2-may kuni ham O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga Rossiya Federatsiyasi hududida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining huquqlari buzilish haqidagi xabarlar ko'payib borayotgani munosabati bilan Rossiya Federatsiyasining O'zbekiston Respublikasidagi elchisi chaqirildi. Davlatimiz rahbarining xorijdagi hech bir vatandoshimizni hech qachon yolg'iz tashlab qo'ymaslik haqidagi qat'iy pozitsiyasini o'zlarining eng muhim vazifalar sifatida sidqi dildan bajarishlari talab etiladi. Yaqinda Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ozodlik internet nashriga bergan intervyusida bir oy oldin uni politsiyachilar ichki ishlar bo'limiga olib borishgani, kaltaklashgani, harbiy shartnomaga qo'l qo'yishga majburlab ko'rishgani haqida gapirib, bu haqida O'zbekiston Respublikasi prezidentiga Rossiyadagi vatandoshlarimizni ana shunday holatlarda himoya qilish haqida murojaat qilibdi. Mazkur hamyurtimizning guvohlik berishicha, uni politsiya bo'limiga olib borib, harbiy shartnomaga qo'l qo'yishga majburlab ko'rishganligining sababi shundaki, politsiyachilar uning Rossiya Federatsiyasidagi turli tashkilotlardan vaqtincha qarzi borligi va bu haqida politsiya xodimlari qarzdorlar ro'yxatidan axborot olishganligini aytgan. Politsiya xodimlari yana aytganki, agar hamyurtimiz harbiy shartnomaga qo'l qo'ysa, uning qarzini ham to'lab berishmoqchi bo'lishgan. Mazkur hamyurtimiz o'z huquqini qattiq turib himoya qilganligi, politsiyachilarga bu uni chaqirishganligi haqida elchixonamizga xabar berganligini aytganligi uchun ichki ishlar bo'limi xodimlari vatandoshimizni qo'yib yuborishgan. Shundan keyin u O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasiga borib, ularga bu haqida gapirib bergan. Darhaqiqat 2022-yil fevral oyida Rossiya-Ukraina qurolli mojarosi boshlangandan keyin har ikkala tomonning harbiy safarbarlik bilan shug'ullanadigan ayrim nopok mulozimlari bu urushga boshqa davlatlarning fuqarolarini ham safarbar qilishga harakatlar boshlashdi. Shu bois O'zbekistonning mutasaddi idoralari xorijda yashayotgan, ishlayotgan va o'qiyotgan vatandoshlarimizga bu haqida bayonotlar bilan chiqishdi. Ularni noto'g'ri yo'llar bilan harbiy harakatlarga jalb qilish uchun, harakatlar yuz berganda murojaat qilish uchun ishonch telefonlarini o'rnatishdi va uning raqamlarini e'lon qilishdi. Xususan bunday holatlarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining 1282 qisqa raqamli ishonch telefoniga, veb saytiga, elektron pochtasiga, ijtimoiy tarmoqlardagi saytlariga xabar qilishlari tavsiya etildi. Bundan tashqari, mazkur holatga tushib qolgan yurtdoshlarimiz O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi va uning konsulxonalariga murojaat qilishlari ham mumkin. Umuman olganda esa, tashqi migratsiya jarayoni va xorijiy davlatlarda yuz berayotgan yuqoridagi kabi noxush holatlarni mamlakatimizning tegishli idoralari qat'iy nazoratga olib, davlatimiz rahbarining xorijdagi hech bir vatandoshimizni hech qachon yolg'iz tashlab qo'ymaslik haqidagi qat'iy pozitsiyasini o'zlarining eng muhim vazifalar sifatida sidqi dildan bajarishlari talab etiladi. Mutasaddi idoralarimiz bu masalani doimo o'z nazoratlarida ushlab turishibdi va zarur holatlarda tegishli chora-tadbirlarni ko'rishmoqda. Masalan, joriy yilning 2-may kuni ham O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga Rossiya Federatsiyasi hududida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining huquqlari buzilish haqidagi xabarlar ko'payib borayotgani munosabati bilan Rossiya Federatsiyasining O'zbekiston Respublikasidagi elchisi chaqirildi va unga uchrashuv davomida O'zbekiston tomoni Rossiyada mehnat qilayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish holatlari yuzasidan tashvishini bildirdi hamda ularning huquq va erkinliklarini Rossiya Federatsiyasi mamlakati qonunchiligiga muvofiq hurmat qilinishi zarurligini qat'iy ta'kidlashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shu uchrashuvda Rossiya Federatsiyasining elchisini ko'tarilgan masalalarni sinchkovlik bilan ko'rib chiqishga va bu tashvishni Rossiyaning tegishli idoralariga yetkazishga chaqirdi. Bu masalaning bir tomoni albatta. Lekin muhojirlarimiz ham o'z huquqlarini yaxshi bilishlari kerak. Zarur hollarda uni qat'iy himoya qilishni yo'lga qo'yishlari lozim. Ana shundagina ular o'zlarini yuqorida bayon qilingan og'ir holatlardan olib chiqib keta olishadi.